Kim bu? Tushunmadim. Qanaqa sariq odam bizni qishlog'imizga kelib qo'ydi. Nima bu yoqqa pullarni yozib qo'yibdi. Assalomu alaykum brat, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Qalay, o'zi ham yaxshimisan? Tushunmadim. Siz kimsiz? Tanimadim, qishloqda birinchi marta ko'rib turibman sizni. Ha, men Lucky Gentleman, ya'ni aksiya o'tkazmoqchiman bu yerda. Omad Show degan ko'rsatuvni bilasanmi? Bilaman. Demak, siz mana bu sandiqlarni bittasini sotasiz, har bittasini. Va biz sotib olib turib, ichidan nima chiqsa o'shani olamiz, shundaymi? Ha, bilar ekansan, oldin ham bunaqa bo'lganmidi mana senda? Bizda ko'p bo'lib turadi, mashhur odamlar kelib turib shunaqa o'yin o'ynatib ketadi. Ha, yaxshi. Olasanmi ishqilib? Bilmadim, olmayman shekilli, chunki nima qilaman olib turib. Avval o'ynab ko'rganman, ichidan hech narsa foydali narsa chiqmagan. Men foydali narsalar olib kelganman-da, unaqa senga avval aldib ketgandagi unaqa eski narsalar yo'q, zo'r narsalar bor hozir. Ishonmayapman lekin. Nimaga ishonmaysan? Ishongin. Ishonish qiyin-da o'zi bunaqa narsalarga. Avval ko'rganman, foydali narsa chiqmagan. Aytayapman, men zo'r narsalar solib kelganman. Bo'pti, o'ylab ko'rayin, agar rostakasim zo'r narsalaringiz bo'lsa, pul topsam o'ynab ko'raman. Bu o'yinmi senga? Ha, o'yin-ku, nima? Bironta qanaqadir o'qish ishlari yoki boshqa narsa emas, o'yin-da kanishni. Ha, to'g'ri, bu challenge, bu o'yin emas. Nima farqi bor? O'sha o'yin-ku baribir. Hozir to'xtab turing, men ishlamni qilib olayin, o'zim sizga aytaman qatnashmasligimda. Qatnash bor, nima qilib qatnashsang? Yo, endi yomon narsa chiqib qolishi ham mumkin degandek. Короче, obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joha va sizlar yangi videodasizlar. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Men esa buni ochib ko'raymi yo'q bilmayapman. Menda pul bor men bu yerda. Mayli, onasini ham ochib ko'ramiz. Chunki pulni yig'ib qo'yganimda foyda yo'q, hammasini ishlatishim kerak baribir. Короче, nima deyotganim, aytgancha obuna bo'lib qo'yaveringlar, o'zim sizlarga aytaman, zo'r narsalarni aytib turaman. Biratan men olmoqchiman, qarang, hozir mana sizga tak bittasi $50mi, $10mi? Tak, $20, $50, bu $100. Demak, hozir men sizga $70 berishim kerak, birinchi maydasini ochishim uchun. Ha, shunaqa. Bo'ldi, hozir to'xtayman sizga. Tak, $70 bo'lsa, mana bu sizga to'xtang. 50, mana $20, 20. Hisob kitobga adashib ketdim, bratan. Nima, jim turing. Gapirayotganim yo'q-ku. Gapirmayapsizmi? Mana to'xtang, men sizga $90 berishim kerak ekan, o'ylab qarasam. To'xtang, вообще sizda qanaqadir joy yo'qmi pul berish uchun? Hozir yerga tashlasam o'zimga qaytib qolyapti pul. Yo'q, menda unaqa joy. Hozir to'xtab turing. Nimadir qilib sizga bu pulni berishim kerak, berib bo'lmayapti. To'xtang, hozir siz nahotki bitta sandiq olib qo'ymaysiz, shunchalik boy odam bo'lib turib. Mana $90. Bo'ldi. 90, lekin 75 ekan. Bu parolni aytasizmi ish qilib? Paroli 1.78. O'zi bilgandim, ko'ryapsizmi? Men bilaman-da, o'zi shunaqa biladigan odamman. 1.78. Oho, ichida lekin unaqa zo'r narsalar yo'q ekan-ku, ko'p narsa bor ekan. Mayli, hozir obzor qilamiz hammasini. To'xtab turing, men pullarni mana shu yoqqa solib qo'yaman. Men baribir pullar yerda yotibdi-yu. Yerda yotmasin deyapman. To'xtang, qancha bergandim hozir? Bitta $5, bitta $50 va bitta $20. Shunday $75 bo'ladimi? Shunaqa bo'ladi. Berdim $75, qo'yib qo'ydim joyiga. Bo'ldi, qo'ygan bo'lsang yaxshi. Hozir mana bu xolodilnikni uyimga joylashtirib qo'yaman. Men o'zi xolodilnik uyimda bor ekan uyimda. Mayli. Xolodilnikni o'zi bekor chiqdi-da menga. Chiqmasligi kerak edi. Men bor narsani nima qilaman? Qo'yib hozir hammasini sinab ko'raman. Birinchi xolodilnik ichida hech narsa yo'q. Tak, mana bu tez yordamni nima edi? Aptechkasi. Bu narsa menga nima kerak? Va kreslo, как раз o'zi kreslo kerak edi menga, aylanadigandan ekan. O gaming kreslo juda ham ajoyib, juda ham takoy lehka ekan. Mana bu doska. Bu doskani qayoqqa o'rnatiladi bu? Bu mana shu yoqqa o'rnatib qo'ysam bo'lar-ku. Dahshat chiroyli turar ekan xolodilnik betida. Menga yo'qdi, yaxshi. Yana nima bor bu yoqda? Mana bu televizor. Yo, kompyuter ekan. Takoy kompyuter ekan, gaming ekan. Buni maza qilib o'ynasa bo'lar ekan, bratan, lekin gap yo'q. Mana bu narsani takoydan olib kelib beribsiz menga. O'tirib o'ynasam, lekin qanaqasiga qo'l tepada turib kompyuter pastda tursa bu qanaqa o'ynash bo'ladi bilmadim. Granata, brat, qurol ham chiqadimi? Hamma narsa chiqadi, yo'q narsalar o'zi yo'q. Bo'ldi, hozir granatani ham sinab ko'raman. Yo'da daftar ruchka, dars qilmayman-ku. Menga nima kerak daftar ruchka? Men fleshkani tiqish uchun joy yo'q. Bu yerda qurol yo'q, bratan. Qurol ham sotyapsiz. Sotayotganim yo'q, chiqadi-da shuni ichidan. Takoy yaxshi qurol ekan. Siz deb otib o'ldiraymi shu bilan?
Yo'q, jidimsan? Oo, qaranglar kuch yig'ar ekan, bu kuch yig'ib turib otaverar ekan. Da ot chiqani, otchi endi. Qo'limga qolib ketdimi? Tushunmadim. Qurolga qolib ketdi. To'xtanglar. Bo'ldi, energiya qo'limda qolib ketdi. Ko'ryapsizmi? Men kuchli bo'lib ketdim. Tak, buni olib qo'yamiz hozir. Biratdan to'xtab turing hozir. Yana nimalar qoldi? Bu parda, eshikmi? Eshik pardasi ekan. Bunaqa narsa ham chiqar ekan, bu qaranglar. Tapor bilan sindirish kerak. Nima qilish kerak? Yo'q, qo'l bilanmi? Ketmayapti-yu. Bo'ldi, asta urish kerak ekan. Xo'p, bu yoqda nima edi bu? Hammer. Bu to'rni molotogi-ku. Buni urib turib keyin uchib ketarmidi? Yo'q, uchib ketardi o'zi. Molotokda o'zi uchib ketardi. Mayli, nichivo, hozir mana bu narsalar hammasini bu yerdan yig'ishtirib olib turib boshqa joyga qo'yib qo'yaman. Menga hozir baribir kerak emas, ishlatmayapman, to'g'rimi? Hozir uyimga qo'yib kelayin-da. Yana nima qoldi? Kamera ham bor ekan. Kamera ham chiqibdi ichidan. Yaxshi, kamerani mana uyimda atrofiga o'rnatib qo'ysam, himoyalangan bo'ladi. Uyim orqasiga bitta qo'yib qo'yin. Orqani ham ko'rib turib, qarab turishim kerak-ku. Hozir yana menimcha boshqa narsa qolmadi. Biratan qolganini ochib ko'rsam bo'laveradimi? Cheklov yo'qmi? Xohlaganingcha, yana kerak bo'lsa olib kelaman. Yo'q, unaqa kerak emas. 3 ta ochsam menga o'zi yetadi. Notebookimni olib turib joyiga kompyuter qani edi. Mana, Minecraftni maza qilib o'ynayman endi. Bo'ldi, mana uni olib tashlab turib joyiga kreslani qo'yib qo'yamiz, qaranglar hozir. Qanaqasi? Ana takkolyo'qki bor, konditsioner tayda salqinginada o'ynab, RGB klaviatura yonib o'chadi. O'yinlarni qaranglar, o'yinlari ham dahshatlari bor ekan-ku. Bo'ldimi? Boshimni urib oldim. Xo'p, yana nima narsa qoldi? Menimcha boshqasini hozir kerak yo'q. Men bu yerga tashab qo'yaman qolgan narsalarda. Keyin yana bitta ochib ko'raman sandiq. Ichidan keyin nima chiqar bilmayman. Supurgimi? Supurgini mana shu qo'yib qo'ysam bo'laveradi. Notebookim qolibdi qo'limda. Vali notebookni keyin joylashtiraveraman. Davay, biratan keyingisini ochamiz, to'xtab turing. $120 $300 keyin. To'xtab turing, hozir men pulimni hisob kitob qilib olay. $100 bitta qo'yaman, $20 bitta qo'yaman. Bo'ldi, sevana. Biratan hozir sizga pul beraman. Buni ham parola shunaqami? Bilmadim, bu parola ham shunaqa bo'lsa kerak, adashmasam. Shunaqa ekan-ku. Bu birinchi sandiqda aytgancha. O'zimga qo'shib yuboribman pulni, qaranglar. Necha pul edi? Hozir mana buncha edi, adashmasam. Bo'ldi, все. Biratan to'xtab turing, men buni ham ochib ko'raman hozir. Tak, buni parolani buni ham shunaqa terib ko'raychi. Bo'ldi, bunda bitta raqam hatto boshqacha terilar ekan-a. Shunaqa o'zi. Sen bilar ekansan hammasini. Aytdim, qishloqimizda bunaqa aksiyalar avval ham bo'lgan deb. Yaxshi ekan unda. Yaxshi-da. O'zi mana bu narsalarni ham avval ko'rgandim. Bu narsalar ham avval kelgan. Bir ikkita o'zgarishlar bor. Unaqa dahshat, o'zgarish yo'q ekan. Ko'rda. Mana bu narsa zo'r ekan lekin. Chunki kameralarni ko'rish uchun monitor yo'q edi menda. Kakras o'zini monitori chiqdi, keyingi case ichidan, ya'ni sovg'ani ichidan. Mana endi kamerada bemalol ko'rsa bo'ladi. Ana yerda o'zim qarab o'tiribman, ko'ringlar. Ana yerda sariq kasal bo'lgan biratan turibdi. Sariq kiyim kiyib olgan, nima bo'lgan bilmayman. Xo'p, mana bu yerda hech narsa qolmadi aytgancha. Xo'p, mana qurolni qaranglar. Yo, parasitda. Dahshat ekan, dahshat, takoy. Normal, lekin unaqa kuchli qurol emas ekan, o'ldiradigan darajada. Bu o'q dorisi bo'lsa kerak. Hozir yana nima narsa qoldi bu yerda? Mana uni ham olmoqchiman, biratan $300 ekan. To'xtang, men sizga $300 berishim yo'qmi? 3 ta bo'laman, $300. 1 2 3 ta bo'ldi, takoy. Hozir bu pullarni mana birinchi sandiqqa joylashtiraman. Keyin o'zingiz olasizda. Bo'ldi, olaman, farqi yo'q. Bo'ldi, qo'ydim. Yaxshi. Ochchi o'risini ham. Bunisi barolni hozir taxmin qilaman, qarang. 1 4 birdan boshlanishi aniq. Keyingisi ochdim, ko'rdingizmi biratan? Bilaman, aytdim-ku bilaman deb. Xo'p, yana nima narsalar bor? Bu yerda inventarim to'lib qoldi. Biratan to'xtang, men kerak emas narsalar yo'q qilishim kerak. Kiyimni qaranglar, takoy bola qoldim lekin. Hozir bu yerdan kerak emas narsalarni olib qo'ysam bo'ladi. Bu nima edi? Qalammi? Qalam bilan ruchka. Bu yerda qo'yib yuboribman ekan. Hozir buni qayoqqa qo'yib qo'ysam bo'ladi? Yerga qo'yib qo'yaymi ekan? Mana bu yoqqa kerak emas narsalar solib qo'ysam bo'lar ekan. Xo'sh, qaysilari kerak emaslar yo'q qilish kerak bu yoqdan. Mashina ham bor ekan, qaranglar, mashinani ko'chaga qo'yaman hozir chiqarib. Archa nima kerak? Yangi yil emas u hozir. Mana chotki. Endi bu yerdan bir ikkita narsalarni olib turib sinab ko'raman. Hop, qaysini olsam bo'lar ekan yana sinash uchun? Hozir sortirovka qilish kerak. Men qurol kerak. Men bu qurol sinab ko'rganim yo'q hali. Keyin mana bu nima edi? Qog'oz, daftar, ruchka, kamerani
boshqaradigan narsa, mana nima yangicha narsalar. Oho, mana yoqda rolton ham bor ekan. Rolton как раз o'zi obedga nima yeyishni bilmay turibdim. Rolton yeyman. Kiyimlarni yechib qo'ysam bo'ladi-yu, atak. Mana algebra degan kitob. Men o'qimayman-ku, menga nima kerak kitob? Buni tashlab yuboraman men. Qaranglar, rostdan ham algebra deb yozilgan. O'qishni bilasizlarmi mana? 9-sinfniki. Men 9 emas, 11-sinf men. Yo'q, maktab bitirganman, даже 2 oy qolgan. Mana bu yoqqa test ishlaydigan varaqa ekan. Bu как раз bu yil kerak bo'ladi, o'qishga topshiraman. O'shanda kerak bo'ladi. Bu yerda test ishlasam bo'ladi. Chotki, normal bu foydali narsaga mana shu yerda turib tursin yoki bozorlikda ro'yxatini yozsam bo'lar ekan. Keyin yana nima bor edi? O'q-dorilarni joylashtirib qo'ysa bo'lar ekan. Men mashina bor edi aytgancha. Mashinasini ham ko'raman hozir. Xo'p, mana qayoqqa qo'ysam, mana shu yoqqa qo'ysam, ты, вообще такой musor mashina ekan. Unchalik ham yoqmadi, chunki bunaqa mashina o'zi bir tenga qimmat mashina bo'ladi, juda ham. Lekin bu chotki ekan, normal yuryapti-ku. Eski davr mashinasi bo'lsa ham, lekin juda ham normal yurayapti. Bo'ldi, tushaman. Astagina o'z oppoq kiyimli, oppoqqina bola edimi, men qora kiyim kiygandan keyin sal g'alatiroq bo'lib qoldim. Mayli, hech kim menga yaxshi narsa demaydi-ku bu uchun. Xo'p, bratan, mana sizni otib o'ldiraymi? Hazillashma men bilan. Bo'ldi, hazillashish yo'q bizda. Xo'p, tak, yana eshik, men ko'k eshik qo'yib qo'yaymikan eshigimga? Vah, qaranglar, qalay, takoymi? Menimcha juda ham chiroyli bo'ldi, lekin qora baribir qora tursin. Skromlik ko'rsatadi hamma yoqqa. Bratan, qarab turayman-da, menimcha hech narsa qolmadi-ya, hammasini sinadimmi? Ha, qolmadi hech narsa. Bo'pti, unda qolgan uyimdagi narsalarni joylashtirib olay avval. Buni qayoqqa qo'ysam bo'ladi? Bu yoqqa qo'yib bo'lmaydi, deyapti. Nimaga bo'lmaydi? Mana shu yoqqa qo'y, nimaga qo'ymayapsan? Yo'q, mana bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Как раз o'zi mana shunaqa joyda tursa, u pichga qo'ysa bo'ladi. Qaranglar, shuni qo'yib qo'ysam bo'lar ekan, yaxshi. Mana kompyuter lekin juda ham zo'r bo'ldi. Tak, printerni qo'yish uchun joy top. Mana как раз. Qaranglar, yorvaraysin joy, lekin buni unaqasiga emas, boshqachasiga qo'yish kerak edi, mana hozir kerak emas. Yana nima narsalar? Supurgini olaydi, supurgini boshqa joyga qo'yish kerak. Yeri qo'yib bo'lmaymi? Supurish kerak uyni ichini. Как раз changib ketgandanmi yo'q. Hozir kerak emas. Uni olib qo'yib tursam ham bo'ladi. Budilnik bor ekan, ertalab chaladigan mana shu qo'yib qo'y. O'zi ertalab uxlab qolyapman. Budilnik tursa yaxshi bo'ladi. Tak, nima qoldi? Nima hammasini sinab ko'rdim menimcha. Keyin mana narsalarni ham qo'yish kerak qayoqqadir. Yo'q, hozircha shart emas. Qarochi, hozir hammasini joylashtirib chiqaman birma-bir.